Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Biz hech qachon pomidorimizni yo bodanimizni ko'rsatmaganmiz videolarda, faqat tayyorlanish boshqasini ko'rsatganmiz xolos. Hozirgi kunda mana shu ko'chatxonalarimizda uzunligi ko'rib turibsiz, 20-25 metr, eni 3 metr yo'limiz bor. Ikki tomoni mana to'ldirib bodana qilganmiz. Juda ko'p dehqonlar ko'chat olishlarda adashib qolyapti. Bu ko'chatlar shaxsan o'zimizniki, bir shogirdimiz bilan tayyorlaganmiz. Bu yerda asosan giza talab ko'p bo'lyapti, hamda rokki, Istanbul navlari bor. Mana bu ko'chatlarimiz hozir ekishga tayyor. Oldi chirmo chiqardi. Ekkaningizdan keyin shu haftalar ichida gulga o'tiradi, chirmolari bilan turibdi. Biz shu paytgacha ko'chat so'rashganda hali ko'chatimiz tayyor emas yoki bir hafta bor degan gaplarni qildik. Sababi yer sovuq edi. Ekib qo'ysa ko'chat orqaga ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, bizniki tepada, issiqligimiz yetarli darajada. Hozir mana shu yakshanba, dushanba kunlaridan boshlab kunlarimiz isiyapti. Hatto 20 gradus kunduzi, kechasi 10 gradusga chiqyapti. Bemalol endi ko'chatlar berishimiz mumkin. Qo'rqmasdan ekishlaringiz mumkin. Mana shu ko'rib turgan joyingizda hozir bizda 60 mingga yaqin ko'chatimiz bor. Original urug' o'zimizning qo'ldaligi uchun qo'rqmasdan original toza urug'lardan tashlaganmiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu ko'chatlardan juda yaqinroq bo'lsa o'zimiz ham yetkazib beramiz yoki kelib olib ketishlari mumkin, chiroyli qilib taklif beramiz. Narxlari ham hamyonbop. Xudo xolasa kelishamiz. Nima deydi? Olishingizga qarab katta miqdorda bo'lsa sal-pal yo'lini qilib beramiz. Xudo xolasa yakshanba, dushanba yoki seshanba yangi haftadan bemalol qo'ng'iroq qilib kelishlari mumkin. Mana ko'chatlar holatlarini ko'rib turibsizlar. Mayli, bobo dehqonlar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu 2026-yilgi dehqonchiligimizda Allohdan hammamizga faqat mo'l hosillar, chiroyli hosillar berishini so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.